Maksat shu bo'lganki, xizmat qilish kerak. Niyatga yarasha beryapmiz. Mana shu hozir ustozlarim menga shu vaziyatga tushmasdan qaradim. Shu vaziyatga tushgan taqdirda Allohning berganini yig'lashga. Ne? Bo'lmadi. Tushkunlikka tushgan. Allohdan va albatta qattiq gap odam o'tkazib turib turganda voy bechora nima bo'ldi desa battar yig'laydi. O'sha rivojini sen haqsizsan, bitta sandami bu ham? Yo bitta sandanmi o'lgan? Hamma yo'q o'shaqa kelgan ketadi. Nimaga bo'ldi? Sizlar hayot shunaqa qattiqroq bir siltansak hammasi joyida. Hamma narsa shakar emas. Konsert bo'laman. Agar bitta kelgandan keyin bitta ustoz xarob chiqib ketadi. 3 kun, 4 kun, 5 kun maksimumda alishish kerak narsalar. Unda hali oldin kimchiskiga qilardik, hozir endi yaxshi chevarlarga yetkazib beribdi. Ko'p alishtirona qilyapmiz. Kimchiskiga borardik, kelardik, konsertni oxirigacha latta xulosa qilib boradi. Hozir hali kimchiskiga borgan, endi boradi. Maqsad shu oxirigacha cho'zib yetkazish. Lekin dizaynerlarni baraka topishsin. Dildora Qosimova, Maryam Banderova, yana Sabra Cho'lari, Samarqand pichaklarimiz brendlarda aralashgan. Dunyo Topilmaydi qo'shig'i oradan 32 yil o'tib yana virusdek tarqaldi. Topilmaydi, topilmaydi, topilmaydi. Bu davrada menga mana topilmaydi. Shu haqda tarixni gapirib o'tsangiz, juda ham qiziq ko'pchilikka. Endi tarixni nima deyman? O'sha paytda ijro etilgan bitta-ikkita do'stlarim, bilsangiz, bir-birini otuv bo'lardi, boshqa bo'lardi, o'sha yerlarda o'lib ketganda bir aytilgan qo'shiq edi. Do'stlarimga ana qilib topilmaydi deb. Ana yillar o'tib, endi boshqa bir talqinda chiqyapti, chunki holat boshqa. Yana qanchalarimiz yo'q oramizda. Yetib kelganlar ijro etaveradi, o'tganlar eslanaverar ekanda. Shunaqa ekan tarix. Uni ko'p gapirganda anaqasi yo'q. Hamma o'zini tarixini ichidagi nidosini sezadi-da. Har kim o'zini nidosi bor. Har kim o'zinikini sezyapti hozir. Bu qo'shiqlardimda orqaga o'zining tarixini ko'ryapti.